Oilada homiladorlar bo'lsa uzr so'rayman, chunki o'zim ham shu taomga boshqorong'i bo'lganman. Ko'pchilik bu haqida bilmasa, Koreya oshxonasiga mansub bigoti tayyorlash uchun oddiy iliq suv, droji, tuz, shakar, o'simlik yog'i solib aralashtiramiz. Elangan un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Toza idishni yog'lab, xamirni solib, ustini yopib, issiq joyda yaxshilab oshiramiz. Xamirimiz oshib chiqquncha nachinkasini tayyorlab olamiz. Karamni o'zaksiz joyini mayda qilib to'g'rab olamiz. Qo'limiz yordamida yaxshilab ezamiz toki yumshaguncha. Mayda to'g'ralgan piyozni yog'da biroz qovurib olamiz. Ketidan qiyma va o'zingizga yoqqan ziravorlarni solib, qovurishda davom etamiz. Mayda to'g'ralgan karamni solib, 1-2 qovurib, past olovda dimlab qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirni bo'laklarga bo'lib, dum-dumaloq shakl beramiz va 10 daqiqa oshiramiz. Nachinkani suvdan ajratgan holda xamirga solib, tugib olamiz. Barcha tugilgan pigotini qasqonga solib, yana 10 daqiqa oshiramiz. Eng muhim va sirli joyi ham shunda. O'rtadan balandroq gazda 25 daqiqa pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha, like bosib saqlab oling.